Жүрегімнің парсы Тобиас, бірден бір яқшы көрген жігітім. Qarasam Malvina xanım tügmeye kirip ketdi. Siz Jaimi efendi bilen sözleşip durupsiz. Men sizge tügmenge kirip ketken Malvina xanım desem, siz küçüp kettiniz. Siz onu başka birisi dep oylaganmıydınız. Qani darhol cho'ng zalga kirib ko'rganlaringni shu yerga deb baqmamsan? Qirib bora. Bunun aqibatiga zodi kimning mas'ulligini o'zing bilasan. Biladiganlarim mo'shinchilikmi? Mo'shinchilik. Qaraganda ularning o'limi sirliq ekan. Endi haq uzungacha so'z chaqildigan bo'ldi. Leoncio bilan Tobiasning bir o'rtaq dushmani bormi deya. Meningcha yo'q. Birinchidan, ikkisining eski tugmanda zodi nima ishi bor? Ikkinchidan, o't qo'yishni birisi planlagan deyishga nima asos bor? Kesib aytamanki, tugmanga birisi ahtay o't qo'yayotgan dada. Meni Izoraning uyiga akirib qo'ya olasizmi? Siz ma'quldanga poytaxtga berib, biznikida bir necha kun turinglar. Qo'riqqa Migilapanda egib turdi. Təklifinglarni qabul qilaman. Rahmat sana balam. Siz haqiqatan bizning obdan do'stimiz ekansiz. Leoncio, mening to'y ishimga bo'libmi Karminga qarshi ekanligini bilaman. Lekin biz hozircha bu gapni qilishmay turaylik. Men hech nima demadim-ku. Men o'qiyapman. Mening umidim men bilan birga poytaxtga qaytib ketdi. Endi Malvinam yo'q. O'zing yolg'iz qo'riqda zerikib qolasan. Ko'ngil bo'lganingizga rahmat. Men bu poytaxtga berib bir mezgil turay deyapman. Leoncio Begzada Izorani qo'yib o'tami? Nima? U Izoraning hurlikka chiqqanligini qadah ko'tarib tabrikladi-ku. Shu kuni haraqni akirib bergan mana men-ku. Shuncha xalqning oldida gapni qilib qo'yib, endi kelib kepidan tinib olama, sarang bo'lib qolgan bo'lsam. Santa. Leoncio Begzada bir baloyi ofat, odam so'rti kirib olgan olvosdi. Lekin uni sarang degili baldirmikin. Mening bir ishni bilib boqqim bor. Nima ishni? Malvina bilan Tobiasning munosabatini. Zodi qandoq munosabat? Ikkisining damsiz? O ikkisining o'limi bakmi sirliq bo'ldi. Pat-pat o'ylab qolaman. O't ketgan chaqda o ikkisi qandoqlar qilib bilib bo'lib qoldi. Ya'ni kelib nimishqa eski tugmanga kirib qoldi. Ular ilgari ancha tanishmaydi. Keyin mening vastam bilan asta-asta tanishib qolgan. Ularning bodigaldi qilish sababi Izora. O qiz Tobiasni yaxshi ko'rib qopti ekan. Dastlabda ular buni Leonsio'ga bildirmagan. Keyin Malvina o'qib kelib, bu 2 yoshning muhabbatiga jiqjon ko'ydirgan. Malvina ko'ngli yumshoq qiz. Savobli ish bo'lsa, yordamini aymaydi. Malvina haqiqatan esil fazilatlik. Ko'ngli ko'ksi kang, aqlli qizdi.
Onda qızlar hazır sanaqlıqla. Sen bana şu türmenge o't ketken vaqaga gumonim bor deb bir deviding. Shundaqmi? Biroq gumonga tushliq pakitim yetarlik emas. Nima deyishim mumkin? Shundaqdimi bana hammani qoldirma aytishing kerak. O't qo'yib ish tergan odam bo'ladi ekan. Mayli u parda aqsti bo'lsin, biz adil ish tutishimiz kerak. Tex hech nima aniq bo'lmasa, Nima bo'lsa bo'lsin, o'ylaganlaringni menga deb baqmamsan. Bəhmə əfsusda da. Pakitim yox durub qarsıq bir nim deyənməyim. Aniq dəlil ispatsız xalığançı pərəz qilish məsuliyyətsizlik boludu. Qandaqroq choy ichkinglar bormi? Yaxshi, yaxshi. Rahmat sizga. Rahmat. Men chiqib sizlarga akirtirib beray. Man qarshi berim. Yalğız bir chet tutursanız, ajab bo'lib qoldi ekanmi? Mana Tobiasni saqlab turishim uning keldigan vaqti bo'ldi. Tobiasni? U har qatim kelganda soldi men bilan ko'rishishni xohlaydi. Appa, Tobiasni yana keldi demsiz. Soat 4dan endi o'ssa balam. Xo'sh olay appa. Manga chamdanlarni yig'ishtirib berim. Men yordamlashib berayotganligingizni Tobias ko'rsa, u cho'qim xush bo'ladi. Poytaxtga Tobiasni biz bilan birga boramda. U menga biz bilan birga appa. Bizni shu orzulan bo'ldi ekan. U bizdan hargiz ayrilmaydi. Megil apandi. Siz bilan bir ish to'g'riliq so'zlashay deb chaqirtgan. Şuna anlaplı kelishim. Bu yerda yat odam yo'q. Men siz bilan mushuk ishlarning oldida qizingiz to'g'riliq so'zlashmoqchi. Megil apandi. Biz ahdi atdiganda poytaxtga mangmoqchi. Ailemizga baxtsizlik keldi. Shundaqdimi Izorani hurdishki bo'ladi. Agar u xohlasa, mishati turiversin bo'ladi. Biz yana burunqiga o'xshashla uni o'z odimimizdek ko'ramiz. Yoki siz uni olib ketishni xohlasangiz, uningim siz huquqliq. Izora hurlik chiqdi. Endi u o'z turmushini o'z o'rinlashtira oladi. Men nima deyishimni bilmayapman. Janob Leonsio, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bu bir dodi uchun umridagi eng zo'r baxt. Meni deyaladiganim shular. Bol, mağala Izora, arı saqlab qoldi. Santa. Bu Ester xanım tutqan İncil, Malvina xanım menga berib edi. Sana yodnam bo'lib qolsin. Rahmat sana. Xayri xo'sh qadrli Yano Ariya. Xayr, xo'sh balam. Sizni pat-pat yo'qlab turaman. Xudoga topshirdim. Bu yerda nimani tabriklashyapsizlar? Megil apandi, Izorani og'ili ketdi ekan. Biz uni bilan qo'shilishib Chiqisha. Hammang chiqish! Siz qiling. Men mazangidan davotaman. Chamdan rastlashib, texi xo'shlashib. Nima qilmoqchi edinglar? Sizlar bir yoq bormoqchimi edinglar? Izora hörlük çıktı.
Janob Leonsiyo uning men bilan birga turishiga qo'shildi. U nurg'un guvohlarni oldi shundoq dedi. To'liq kulgimni keltirmagan Begil efendi. Izora boshqa qullarga o'xshash bizning qo'riqning quli. Izora hurlik chiqdi. Buni Bagzodingiz degan. Isbot qani? Uning hurlik guvohnamasi qani? Hurlik guvohnamasi demsiz? Ha, hurlik guvohnamasi. Siz uning hurlik guvohnamasi ko'rsatsangizda uni maramat. Olib ketaversangiz bo'laverdi. Hurlik guvohnamasi qani? Janob Leonsiyoning so'zimi isbot bo'laman-da. Siz o'zini so'rab beqing. Izora zodi hurmi yoki qulmi deb. Men yolg'on aytayotganim yo'q. Kim biladi deysiz? Buni siz bilasiz. Ajab yo'g'on gap qilsana, yurgan qaptak o'xshamanda. Senze xo'jayinda qo'riqqa kirib, dedaklardan birini aldab olib ketmoqchimi? Unda qilma deb silliq gap qilsam, menga yenyapsan ataga. Bu yerda sarangdek og'zing kengini biljilaysan ha? Men uning dadisi. Bu chaqchaqni bak oshirib etdingiz. Leonsiyo Bagzodning o'zi meni ibtidodan chaqirtib kelib, nurg'un mehmon guvohlarning oldida Izora hurlik chiqdi deb menga degan tursa. Davatgan guvohchilaring kim? Janobi Enrik. Janob Leonsiyoning dadisi Graf Almeida, uning poytaxtdan kelgan yana bir do'sti. Hozir ulardan kim chiqibsan guvohchi bo'la oladi? Deganlarimning hammasi rost. Mening biladiganim Izora bizning qo'riqning quli. Leonsiyo Bagzodining igligiga mana men mas'ul. Hurlik guvohnamasi yo'q qulning o'z maylicha qo'riqdan ketishiga men yo'l qo'ya olmayman. Bu hargiz mundaq ish emas. Bu degan nurg'un guvoh bayat deyilgan gap. Qizingni qutqizay desang, amalni o'zing qil. Asos deb kelsangmi bo'ladi. Poytaxt ko'rib, Leonsiyo Bagzodini tap. Sen degan erkin odam, xolig'ini qila olaysan. Biroq bizning bu qo'riqda hech bo'lmaganda mush soatning o'zi mening gapim gap. Darhol bu yerdan kashqini to'g'rila. Qizimga ishga gap qilishga yo'l qo'yasiz. Kapshima, o sening qizing emas. O degan qul. Men sana ne chiqatim dedim. Darhol ko'zimdan yo'qol. Yo'qol! Tezmang. Hurlik guvohnamasizni olmay turib, bu yerga yaqin yo'l uchuma. Unamaydi ekansan, jiningga ogoh bo'l. Qonun kimning qo'lida ekanligini obda o'ylab qo'y. Sizning bu to'liq kapshimay, tez yo'qol. Bu yerga yaqin yo'l uchuma. Meryem ana, bizde günahkar bendağını kolla. Beşimizge ölüm kelgen çağda. Nima? Ölümni oylab qapsan. Ha. Bizning malikimiz qandaylarcha ölümni oylab qoldi. Men yalğız o'tirishni xohlaydim. Lekin men xohlamayman. Sening bu yerda yolg'iz o'tirishingni xohlamayman. Mening o'z hujramda yalğız o'tirish huquqim bor. Huquq? O'zing bak yo'g'on chaqlab ketibsan. Qin so'rab boqaychi Izora. Sening nima huquqing bor, ha? O'zing texe, Malvina xonim, Ester xonim hayot chaqlaridagidek meni yanada birovlar azizlaydi. Qadrlaydi deb o'ylabsan-da. Bas qilsang bo'larmiki, xonim? O'zingni belvog'ini yaxshiroq. Endi u kunlarim tugadi. Menga to'liq yo'g'onchilik qilaverma. Bilaman, Leonsiyo Bagzodi bu yerga kirib turadi. Ha, qandoq mening kirishga
huquqim yo'qmikan? Mana men kirdim. Men chiqirib etishga amalingmi yo'q? Men kirdim. Endi ikkimiz obdan so'zlashib olamiz. Kiyimining jiqlig'ini teqi. Xudoning haqqi hurmati uchun undaq qilma. Men ko'mabdikan ana. Men sana zar nima yomonlik qilgan? Bir dedekning bunchajik kiyim borlig'ini men ko'rib boqmagan. Bir natchini ilib, chaqchi qizlarga olib beraychi. Ular lazım biz neymiş baldıraq demedin, men xo'shallik bilan beratdim. Senden aşkını biçimge tanıttın mı? Sen kiyemisan bana şu kupayı. Bilip koy, hazır ehval özgerdi. Bu qorukta emde ilgirgidek kiyirilip jüremeyse. Bu mu bir amaldı, yani Arya? Nima? Bana birla amal paytaxtga berib. Janob Leonsiyo bilan ko'rishsam ekan. Leonsiyo bilan? Amisi boshqa nima amal bor? Miguel efendi. Francisco degan go bek yomon aflaq. Biroq onunğa Izorani qiynashni Leonsiyo buyurgan nima? Hili mikir yama yolunun hammasini aşu Leonsiyo köstüdü. Ba'zida ikkisi birlashib planlaydı. Hozir ansiravatqanim ular zat Izorani qandaq qilmoqchikin. Shundaq, Miguel efendi, qo'rqimizning ahvoli nihoyatmi yomon. Mening tuydirmay biya kelishim o'ng'ay emas, buni sizmi bilasiz? Qulla hiliq ablaqning qarisidimi qo'rqidi. Malvina tugab ketdi, Miguel efendi. Biz Francisco'ni qo'liq qoldik. Men bilan qerishyotidu deb o'ylab qolma, Izora. Hamma qo'lni mushundaq tutmasam, hech bo'lmaganda Bag'zodi kagichi mushundaq qilmasam bo'lmaydi. To'royga muncha olan nurg'un qulning lozimi yo'q. Ba'zilarning bekor qolmasligi uchun men hammanglarni yangi ishga solmoqchi bo'laman. Masalan, seni olsaq, o'rinlashtirish bo'yicha atidan boshlab chaqchilarning ostida ishlaysan. Ma'qul efendi. Emmisi bizga samayan qarashyotidi bu. Ancha qo'rqib ketma. Bu yerda yaxshi ko'ngilli qizlarmi ko'p. Ular bizga ishtarlik qilmay yurmasa, undaq o'ylama. O'zimizni bir ishimizni qilsaqla bo'ldi. Xudoyim bizni saqlaydi. Bu ishni qilib baxmag'ashqa o'zimga ancha ishonch qilamayapti. Men sana yordam qilaman. Qara, bunda qilsin. Anlab ben hoş oldum Carmen. Sizga kim dedi? Losa olaç. O seni artist bo'lmaydi ekan, tutqan öydün bek razı ekan deydi. Oğo, shundaq. O'zimizni xeyli baxtli desakmi bo'ladi. Xeyli? Nimişqa? Chunki to'liq baxtli bo'lish uchun bizga yana bir nima kam. Nima kam? Sizning o'g'lingiz. Siz parvosiz yurganingiz bilan men ota bola ishkinglarni yarashtirib qo'ysammi deyman. Leonsiyo kelib to'yimizni tabriklagan bo'lsa, o'tgan ishlarni unutish uchun yaxshisi sayohatga chiqib kelaylik. Buni obdan o'ylabsiz. Ras. Bir necha oy aylanib kelay. Qamoq chiqinglar. Aramni oldik ekanmiz. Men Qarasam ishning ipini endi tepaganda qilaman. Santa obdan o'ginib qolding, tez eganingmi? Santaning baxti bor. Shunda xalqlarning hammasi uni bu yerda uzungacha ishlaydigan deydi. Ras shundaqmi? Ular nimalarni deydi? Ular Leonsiyoni uzungacha qaytib kelmaydi deydi. Kamsi yomonmikan? Agar ras shundaq bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Francisco efendi. Meni bu yerga siz chaqirtganmidingiz? Andres. Gap mundaq. O'zing bilasan, men hozir qo'riqdagi qullarni tangshayotaman. Hozir uyga qullarning ancha lozimi yo'q. Hech bo'lmaganda Bag'zodi kagichi shundaq. Shunga
Sen erteden başlap başka kullar olan billa şeker kumuşluk verip işleyse, o yerde adam kam. Mening buyruğumga boysunishni xohlamsan yoki oldingi qitimqidek zo'rlik bilan hal qilamdik? Sana deb qo'yay. Endi bu yerda seni qo'g'daydigan odam yo'q. Buyruğumga adamsan qandaq? Adet degandimi? Ha, yig'isini anglaydigan odam yo'q. Aşı bechoralarga o'xshash shika qumishliqda kuniga 14 soat ishlaydi ekan. Men fransuzki bilan ko'rishib baqay. To'xta bolam, nega borsa? Birazimiz onun gapini qilib qo'ymsak bo'lardi. To'xta deyman, to'xta. O'ng'ayli gap efendi. Agar siz Andersni shika qumishliq avatadigan bo'lsangiz, men xonimning qanday o'lganligini pash qilib aytaman. Yurging shuncha yo'q amma. Mendan taptatmaydigan bo'lib ketsin-a. Andersni shika qumishliqqa cho'qim avatadigan bo'lsangiz, men hammani deyman. Meni qanday qilma desangiz, shunda qilavering. Bir dedekning gapiga kimmi ishinidir? Emisi aytishim qo'shildingiz-a? Ma'qul. Sening deginingchi bo'lsin. Biroq bundikini oldimda bu gapni og'zimga og'chuma. Tushundingmi? Bu o'zimning ishi. Andres shika qumishliqqa bormisli bo'ldi. Kiyimi soat nechida mangdi ekan? 5'te. Safaringiz xayrlik bo'lsin, janob Lyonsiyo. Rahmat sizga, Anita. Sizni yod etib turmiz, Lyonsiyo. Men sizlarni yod etib turman. Beshimga kun tushganda har qaysinglar beshimni sildinglar. Sizlarga nima deb rahmat aytishimni bilmay o'tman. Biz mayli Lyonsiyo, vaqt to'shib qoldi. Men qo'rqinglarning g'ojidari Migil apandidan bir xat oldim. Qanda, yomon xabarlar yo'qdi. Yo'q, aksicha Migil apandi mening ko'nglimni tushunibdi. Dobias u yo'qolib ketgandan keyin men qo'rqda ansirab qoldim. O shika qomishdan setilish ahvolini tafsili yozibdi. Qo'rq obdan boshqirilib etibdi. Mana bu uning xati. Ana bola ikkimizga qilayotgan yaxshiligingizga nima deb rahmat aytsam bo'ladi? Rahmat degichilik yo'q. Sizga chin ko'nglimdan rahmat. Siz bizga yordam qilsangiz, biz nima kunlarga qilayotgan kintan enrik. Kesib aytalaymanki, bu ishning zodi qandoq ishligini bir-birlab aniqlab chiqishda toza umid yo'q. Chunki hamma joydagi hamma odam bu haqda bir xil gap qilishyapti. Uning ustiga bu ishning bo'g'iniga 1 yildan oshdi. Gapingiz hammani bir axloq qor pardiga chimkiyotdi. Anangiz nemishga tushlik tamoq kirmadi. Bugun tushdan avval uning ko'ngli parishon. Rostini desam, akam qazo qilgandan buyon u qayg'udan xalos bo'lolmadi. Bu tushunishli. Qanday qilaman, Anita? Uning salomatligidan to'la ansirayman. Opamning esi ba'zida joyida bo'lgani bilan ko'p hollarda toza joyda emas. U akamni hayotli deb o'ylaydi. Buningga 1 yil bo'lay dedi. Nima degan dahshat, Anita? U reallik tan berish kerakdi. U hamini tan berdi. Kechiringlar. Remdan gapdi. Bu xat cho'qim Lyonsiyodan keldi. Xatni men o'qib beray. Qani o'qing. Lyonsiyoning ahvoliga hammamiz qiziqamiz. Shundaqmi? Mana. O bir necha kun ichida yetib boraman debdi. Toz obdan xabarkan bu.
Konkert vaqti payshanba. Vaqt ajab tez o'tibdi. Shundoq, 1 yil bo'pti. Siz ruxsat qilsangiz, janobi Lyonsionni men uyimda turg'izsam deyman. Bo'ldi. U bu yerda tursimi bo'laverdi. Bu gapni ikkimiz talishib o'tirmaylik, ha? Matos efendi. Sizga rost gapimni dey. Men sizdan qilchi rozi emas. Hamma ishni sening deganingdek qildim-ku. Izorami sana o'xshash babxonda ishlayotdi-ku. Lekin u xinimda kibrsidan tex tushmadi. U meni nima ko'rdi bilamsiz? O seni nima ko'rdi? U o'zini mendan ustun ko'rdi. Bo'ldi, Izoraning gapini qo'y. Endi o'zimizning ishini boshqa turaylik. Ha? Bizning ishimiz Izora bilan bak munosabatlik. Meni yana nima qildiysa? Qildigan ishimni qilib bera olamsiz. Bu sana tehi aniq emasmi? Ha? Bundaq beyman ishni siz topqan-ku deyman. Qaysi beyman ishni? Izora Ester xonimning qo'lida shuncha obdan tarbiyalangan tursa, o'tab teshib uni polsirtga salamsiz. Bu bakmina haqchilik. Sen o'zingning ishini bil, man. Mening buyruqim cho'qim ijro qilish kerak. Izora atidan boshlab oshxonada polsirdi. Ishkin Izora. Bu nima? Sefning gazı bekmi içishlik. Rahmat. Sana toza yordam qilay deyman, lekin Fransisko jazoli bitamikin deb qo'rqaman. Roza askiliqi bir muncha gap tarqitib yuribdi. Nimaga yordam qilatding Santa? Mana, pappa qiz sirtib tugatgan tursam. Sen bundaq pes ishni qilishga munosib bo'lmasang, pes ish deganning yuqori to'yini bo'lmaydi. Polni men sirtmasam, boshqa bir sirtidi-ku. Rost deyman, menga hech qanday bilinmaydi. Sen muncha debni qandami ko'tira olasan? Sen to'y qilib bir uyga bosh bo'lay deb turg'iningda, mushundaq bir ishga mubtalo bo'lib qoldim. Hozir menga hamma ish baribir bo'lib qoldi. Tobias o'lib, jonda rayim qaytdi. Shu topda bir ishdan ansirayman. Nima ishdan? Hamini bir kuni Bag'zod yenib kelsa, naskunlar yana boshlanadi. Sen berib uy qullarni yig'. Hozirlama. Mana Bag'zoddan xat keldi. U poytaxtga kelib bo'pti. Bir necha kun ichida qo'riqqa qaytqidak. Bag'zodni kuchilish uchun qullar o'ylani pokiz tozalab qo'yish kerak, uqdingmi? Bag'zod qachon kelgidek? Poytaxtdan mushaga qanchalik vaqt kelishni mo'ljallash tez joymi? Meningcha mush hafta ichida kelib qolar deyman. Sen barliq uy qullarni yig'ib kel. Bag'zod yetib kelgichilik ularga bir tanbih berib qo'yay. Gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.